Bu video yalaqxo'rlarga yoki yalaydiganlarga ataladi. Bu haqda O'zbekistonning eng legendarniy shoiri Abdulla Oripov ajoyib she'r yozgan. Shuni o'qib beraman qo'ldan kelgancha. Faqat videoga like bosing, kommentariyaga agar oxirigacha eshitgan bo'lsangiz 3 raqamini qoldiring. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Ikki xushomadgo'y uchrashdi bir kun. Ochig'i tajriba almashmoq uchun. Shundoq boshlab qoldi gapni havaskor. Mening qalbim to'la g'urur, iftixor. Oxiri meniki bo'ldi xo'jayin. Ishlarim yurishib ketmog'i tayin. U kun o'zlarini yaladim ancha, tovonidan tortib tizzasigacha. Gal keldi ikkinchi xushomadgo'yga. Gapin boshladi u tolgancha o'yga. Hozirgi kasbdoshlar o'zganigar butkul. Kamtarlikni bilmas, maqtanar nuqul. Mana biz dongdormiz, taniydi har kim. Lekin o'tiribmiz gerdaymasdan jim. Aytsam ishonmaysan ey sodda ukam, yalaganmiz undan yuqorisin ham. Like bos qo'yamiz. Qayerni aytganini o'zlari tushuninglar. O'zbek adabiyotida bunaqa dahshatli yakun topgan hikoyalar juda kam. Tasavvur qilishingiz uchun, ona vafot etgan, uning bag'rida qizchasi uxlab yotibdi. Eri esa ayolning vafot etganligini bilib qizchani u yerdan olyapti. Qizcha esa uyqusiragan holatda ey xudo onamning dardiga davo bergin deyapti. Va mana shu joyda hikoya tugayapti. Dahshatli yakun. Bu hikoyaning muallifi Abdulla Qahhor u 1936-yilda o'zining bemor hikoyasini yozadi. Keling, mana shu hikoyani ozgina obzor qilamiz. O'zbekchasiga nima deyiladi bilmayman, sizlar bilsangiz yozib qoldiringlar. Agar kim oxirigacha mana shu videoni ko'rgan bo'lsa, kommentariyaga 3 raqamini qoldiramiz. Hikoyaning asosiy qahramoni sotib oldi. Ismga ham e'tibor beramiz. Ya'ni ismidan, uzr so'rayman, qashshoqligi bilinib turibdi. Ya'ni ism ham adabiyotlarda tanlanadi. Ya'ni mesela Olimbek yoki Firdavs deb qo'yilmagan. Ya'ni atayin sotib oldi deb qo'yilgan. Qashshoqlar ismidek. Buni men o'zim shaxsiy subyektiv fikrim. Ya'ni kimdir sotib oldi bo'ladi desa xafa bo'lishmasin. U yer uning xotini bor, xotini kasal va o'sha kasal xotiniga u davolash harakatida. Va u yerda hikoyada aytayaptiki, shifoxona ham bor deyapti. Ya'ni Abdulla Qahhor o'z hikoyasida shifoxona ham borligini, ya'ni yechimni ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Ya'ni shifoxonaga olib borgin, u yerda tuzaladi deyapti. Lekin unga ham garantiya yo'q-ku, mantiqan o'ylab qaradi. Lekin Abdulla Qahhor namyoq beryaptiki, o'zbekchasiga nima bo'ladi namyoq? Ishora beryaptiki, ya'ni kasalxonaga olib borsa bo'ladi deyapti. Lekin sotib oldi, olib bora olmaydi, chunki u qashshoq, uning puli yo'q. Va uning o'rniga alternativ variant sifatida eski usullarni qo'llayapti. Ya'ni folbinga boryapti, chillochin qildiryapti, isiriq tutatyapti, qanaqadir baxshim, mulla shunaqalar qilyapti deyapti. Va bu o'rinda Abdulla Qahhor eski xurofot, qanaqadir irim-sirimlarni tanqid qilish o'laroq ozgina diniy fonga ham zarba berayotgandek nazarimda. Chunki shifoxonani ko'rsatyapti-da. Ya'ni zamonaviy shifoxonaga bor, tuzalasan deyapti. Lekin biz bilamiz, shifoxonada ham tuzalmasligi mumkin ayrim kasalliklar. Va oxirgi yakunda ham xuddi mana shu. Ya'ni oxirida boyagi folbin shildi pulini, boyagi hamma qilgan ishlarini tovuq qilib, qonladi, bir bolalar qildi, lekin xotin tuzalmadi. Va oxirida aytayaptiki, bo'ldi, buni chillasini o'qinglar deyapti. Eskilar biladi, biror bir yosh katta odam vafot etayotgan bo'lsa, chillasi o'qiladi. Va o'sha bitta ayol aytayaptiki, ertalab saharda farzandingiz turg'izib duo qildirsin, yosh bolaning duosi o'tadi deyapti. Ayni hikoya ham o'sha qiz duo qilganda tugayapti. Ya'niki nima demoqchi bo'lyapti? Duo amalga oshmadi demoqchimi? Ya'ni bu shaxsiy fikrim. Bilmaymiz Abdulla Qahhor nima maqsadda yozganligini. Lekin tugash nuqtasi shunchaki dahshat intriga berib, ya'ni savollar tug'dirib tugagan. Siz albatta bu hikoyani o'qigan bo'lsangiz, kommentariya fikrlaringizni yozib qoldiring. Bular mening shaxsiy subyektiv fikrlarim. Qo'shish qo'shilmasligi esa sizning ixtiyoringizda. To'ydan ko'ra aza qarindoshlarni yaqinlashtiradi va jipslashtiradi. Siyosatda xuddi shunaqa termin bor. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kitob Hujra. Iltimos videoni shu yerda o'tkazib bermoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga bir raqamini qoldiring. Agar oxirigacha fikrimizni eshitgan bo'lsangiz, 3 raqamini qoldiring va albatta fikrlarimiz sizni qiziqtirib qoladi. Demak, videoni boshlashdan oldin biz aytdikki, ikkita bir-biriga o'ta zid bo'lgan hodisalar bor. Bu biri to'y, ikkinchisi aza. Xo'p, buni badiiy adabiyotga qanday qo'llasak bo'ladi? Umuman olganda badiiy adabiyot agar juda primitiv ikkiga bo'ladigan bo'lsak, unda baxtli yakun bor va baxtsiz yakun bor. Baxtli yakunlarni deyarli ko'pchiligi to'y bilan tugaydi.
Xuddi yosh bolalarga yozilgan ertaklar kabi. Murod maqsadiga yetibdi, shahzoda malikaga uylanibdi, cho'pon qizga uylanibdi, hokazo va hokazo. Baxtsiz yakunning esa eng ko'p tugaydigan nuqtasi bu albatta o'lim. O'sha Sher yurak kinosini ko'rgansizlar yoki bo'lmasam o'sha mashhur asar Romeo va Julietta. Bunda ham o'lim bilan tugaydi. Xo'p, bu yakunlarni qanday adabiyotda qo'llaydilar? Samarasi qanaqa deydigan bo'lsak, xususan baxtli yakunlar ko'proq bolalar adabiyotida qo'llaniladi. Chunki yosh o'sib kelayotgan bolalarda pessimistik kayfiyat yoki ularning psixologiyasiga ta'sir qilish kerak emas. Ularga ko'proq optimizm berish kerak. Ya'ni baxt gormonini berish kerak. Ular baxtga ishonish kerak. Natijaga ishonish kerak. Hayotning yorqin go'zalligiga ishonish kerak. Shuning uchun bolalar adabiyoti deyarli yakun hammasi bir xil. Yo to'yman tugaydi yoki topadi, yetishadi, topmoq, yo'qotmoq yo'q. Kattalar adabiyotida esa bu eng samarali bir to'y emas. To'y bilan tugaydigan adabiyotlar u darajada odamni qalbida chuqur iz qoldirmaydi. Ko'proq boyagi o'lim bilan tugaydigan sahnalar, o'lim bilan tugaydigan, fojia bilan yakunlanadigan adabiyotlar ko'proq insonning qalbiga chuqurroq kirib boradi. Albatta bu men o'zim shaxsiy fikrlarim. Siz esa fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Va qanaqa adabiyotlar o'qigansizlar? Baxtli yakun topadigan zo'r top 3 ta va oxiri baxtsiz yakun topadigan, o'lim bilan yakunlanadigan top 3 ta adabiyot yozib qo'ying. Agar mening fikrlarim sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, 100% qo'shilsanglar, kommentariyaga 3.14 raqamini yozib keting. Albatta obuna bo'lish, like bosishim esdan chiqmasin. Alik tanishlarga ham jo'natib qo'ying.